xo'jayinning seni maqtishi faqatli bir yog'limi so'zlar ekan. Biroq menga nisbatan sen faqat amdili big' surib chiqqan bambuk notisi xolos. Sen bormi? Bilaman. Sen izchil menga ko'z tikib tursan. Men shundoqli chiqsam, bir pay o'q bilan mening hayotimni oxirlashtirmoqchi. Shundaqmi? Biroq xotirjam bo'l. Men senga bu fursatni bermayman. Yani 2 saatdan keyin qorong'imi tushadi. U vaqtda bu yer qorong'ulik cho'midi. Sening yoshirinib yotganingni nima ajiti? Ha? Eng nodir, eng yangi, süzüklük yuqori bo'lgan filmlar Salkin Süzük film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.com. Yani 2 saatdan keyin qorong'imi tushadi. Sening rostli bir narsa degan yo'qmi? Shaolin to'g'riroq so'zlashsakmi bo'ladi? Uning nisbatan mening yanili ko'nglim bor. Ahir yetib keldik. Bilmedik. Yana pendim qaytib kelgandim. Yerib ketganimdan bu ishni unutib qaptiman. Tez. O qaytib keldi. Yajin. Yushan. Ucu. Kim? Yani kim bo'ladi Yanshong Yingchu? Nima? U sizlar bilan birga emasmi? Biz bilan birga. Sizlar ana shunjayga birga ketgandinglar-ku. Biroq u xeyli burun qaytib keldi. Nima? Burun qaytganmidi? Shundaq tunagun tushdan keyin yibinga qarab yo'lga chiqqan. Sizlar ko'rishmadinglarmi? Yo'q. Men uni izlab turatdim. Tunagun kashf bir necha jasus Azadlık armiyasi yaqiga kirib olib, Jinson ikkimizni shahar satiga elib chiqib bizni o'ldirmoqchi bo'ldi. Nima? Helim yaxshi ularning suiqasdini baldir sezib qoldim. Menimcha bu ishni baldiroq Yanshongga aytishimiz kerak. İşler normal emas. U Anshinjaydan ayrilgandilar men izchil ansirib keldim. U nimishqa Anshinjaydan ketib qoladi? Chunki u xo'jayinning maxfiy chastoti bilan aloqalashishga ishlatadigan telegram apparatini payqab qoldi. Nima? Boran chapqın grupsida xoin bormi? Yuring, ichga kirib paranglasaylik. Fursat yetdi qilaylik. Bu yo'ldosh, siz. Ha? Bu. Sen qandaq vaqtda Anshinjaydan bu yerga kelgan eding? Baya. Yanshong bilan birga emasmi? O muhim ishim bor deb tunagun tushdan keyin yibinga qarab yo'lga chiqqan. U sana qandaq muhim ish borligini aytib bermadimi? Yo'q. Nim bo'ldi? Qaytib kelgandan keyin uning bilan ko'rishdingmi? Bu yo'ldosh. Zadi
nima ish bo'lganligini aytib bera olamsiz? Senchi, uning bilan ko'rishdingmi? Yo'q, men uni izlayapman. Mundaq degin. Meningcha, ba'zi ishlarni cho'qim bilishinglar kerak. Qandaq ishni? Tünögün keş, xo'jayinni yallab ipmangan Tianfang nomli kema daryo yuzida hujumga uchirdi. Xo'jayin qutulib chiqdi. Ha? Bugun atdigan harbiy idora qilish komitetining 3-qavatidagi moliya ishxonasiga qo'yilgan 2-nomli viruslar bulab ketildi. Ishkini qo'g'dayotgan 2 jangchi qurbon bo'ldi. Buni kim qildi? Acaba sizlar bilmamsizlar? Biz qanday bilatdik? Sizlar degan Yan Shuangyangning eng qadimasi do'stirsanlar, ham eng ishonchli qobiliyatli odamsiz. Mushundaq cho'ng ishni sizlarga demay qolammi? Siz bu ishlarni Yan Shuangyang qildi demoqchimi? Bu tarafdan gumonlanish behojat. Men ishomayman. Buningga isbotingiz bormi? Nima ish qilib qarlaysiz, Yishan? O'zingizni tuting. Tog'dek paket bor. Shundaqmi? Sizning tog'dek paketingizni bekmi anglab boqim ba. Men uning xo'jayinini qutqizib tez suratli kemaga ip chiqib ketayotganligini o'z ko'zim bilan ko'rdim. O'z ko'zingiz bilan ko'rdingizmi? Nayt to'g'ri. Ular emas. Bugun atdigan muhofizat qismidagi yo'ldoshlar uning ish qo'g'dug'ichi 2 jangchini o'ldirganligini o'z ko'zi bilan ko'ribdi. Hamda barliq viruslarni bulab ep ketib qapti. Ish yuz bergandan keyin u qochmoqchi bo'lganda muhofizat qismidagilar tarafidan tutilib qamaldi. Uni qamab qo'ydinglarmi? Biroq 2 soatning oldida u hiyla shiltib, qalaymaqanchilik chiqarib qochib ketdi. Hozircha uning izlari noma'lum. Bayotin men bu uyga kirganda ustal ustida bu bir parcha xatni bayqab qoldim. Qani ko'rib beqing. Yo'chi, Yushin, biz oshkorlanib qoldik. Bu yerdan tez ketinglar. Bu uning pochirkisi emas. Agar u bizni bu yerdan kessin demoqchi bo'lsa, buning nurg'un amallari bor. Bundaq ochiq yezishning hojati yo'q. Bunimi sizlar tuzangashlik. Hayajonlanma. Bu bir parcha xat sizlarning uning bilan birga sherik ekanligingizni isbotlab bermaydi. Bu ishning haqiqiy mohiyatini bilish uchun ishkirlab tekshirishimizga to'g'ri keladi. Xotirjam bo'linglar. Biz kompartiya hargiz begunoh odamga o'g'il qilmaymiz. Albatta, hargizmi bir eski odamni qo'yib bermaymiz. Biroq sizlar yaxshi odamga o'g'il qilyapsizlar. Yan Shuangyangga munosabatli ishlarni men yana ta'kidlab o'ltirmayman. Po'latdagi isbot oldida hech kimning buni o'zgartishiga qurbi yetmaydi. Hozir yana sizlar to'g'riliq so'zlashaylik. Bizning xizmatimizga moslashib, Yan Shuangyangni tutishga yordam qilinglar. Yan Shuangyangning o'latirilishiga qaramay erishgan natijasining bunday bo'lishini o'ylab boqmabdi ekanman. Sizning ish bajarish usulingiz yaqin odamlaringizga azob, dushmanlaringizga fursat yaratib berganlik. Hozircha bularni deyishning hojati yo'q. Bugundan boshlab sizlar rasmiy bizning tekshirishimizni qabul qilsizlar. Xizmatimizga moslashib, haqiqiy ahvolni aniqlab chiqishga yordamlasizlar. Uningdan boshqa tekshirish jarayonida sizlarning sirtqi chiqishinglar cheklandi. Demakchi bo'lganingiz, biz nazarband qilindikmi? Tekshirishni qabul qilsizlar. Agar sizlar begunoh bo'lsanglar, cho'qim odil bir taraf qilinsizlar. Jobanjang. Ba. Bu bir nechalarning bexatarligini sizga topshirdim. Xo'p, boshla, xotirjam bo'ling. Oldida kishikni qo'da. Xo'p, lisanli. Xo'p, deriz tarafni qo'da. Xo'p. Qandaq ish? Bu zada qandaq ish? Yisha, ayting-a. Sizningcha o'rasida shunday qilarmi? Yo'chi, Yan Shuangyangni siz mendan bekrak obdan tushunasiz. Sizningcha u qilarmi? Men bu ishamayman. Biroq u Yisha o'z ko'zim bilan ko'rdim deydi-ku. Boshqalarning nima deyishi ancha muhim emas. Muhimi Yan Shuangyangga ishining, o'zingizning hukmiga ishining.
Үйшен, ayting-a, mening kallam qaymiqib qoldi. Endi qanday qilamiz? Hozircha eng muhimi Yanshuangni izlab tepish. Biz hozir nazarband qilindik. Ishning oldiga chiqamaymiz. Qandaqsiga? Men o'ylab baqay. Yaxshiroq o'ylab baqay. Ay, bu sekretar, oxiri qaytib keldingiz. Lavang, ahvol qandaqroq? Tushdan keyin men odam boshlab butun shahar atrofini chorladim. Daryo bo'yidagi bir kichik o'rmonlik ichidan Yanshuangning bulab qochgan mashina va qo'l sumkasini tepib chiqdim. Yanshuangchi? Mashina qop-quruq. Yanshuangning nega ketganligi tex aniq emas. Men tekshirib chiqdim. Bu mashinaning egasi Shali bo'lsa, xeli orqa ko'rinish bor shaxs. Uning dadasi Zhou Shirong Chongqing tavasidagi eng chong dengiz transport shirkatining xo'jayini. Fuqarolar orasidagi obro'li shaxs. Chongqingning ozod bo'lishiga ko'p kuch chiqargan. Shali bo'lsa shirkatning yipinda turishlik ish bajarish o'rnining bosh vakili. Heliqi yosh yigit bo'lsa, uning bir navri aksi Pang Zikun. Hozir ular yig'in zalida bu ishlarning bir taraf bo'lishini saqlab o'ltirdi. Zhou Shirong. Bilaman. Komandan hukmronlik qilinayotgan vaqtda u necha qatam o'zining salohiyatidan foydalanib yerosti partiyaga yordam qilgan. O'ylab baxmabdi ekanman. Shali uning qizi ekan emasmi? Shundoq. Zhou Shirong apandining salohiyati nihoyatda alohida. Ya'ni bizning koni do'stimiz desakmi bo'ladi. Uning qizi bu yerda bulantirash qo'shirdi. Agar bu yuqori rahbarlikning quliqiga yetib qolsa, qandaqmi javob beramiz? Shunga bu sekretar, menimcha bu ishni yanada sizlarning Chongqingdagi ishchilar komiteti hal qilsa bo'lamdikin deb o'ylashdim. Xotirjam bo'lib, menga topshiring. To'g'ri Lavang. Tutish buyrug'i besib chiqarildimi? Besib chiqdik. Yanshuangning hiyli mikri ko'p, qurol ishiltish qobiliyati kamolatga yetgan. U nayt xatarlik shaxs. Uningga taqobil turishda qurolga tayansaqli bo'lmaydi. Ya'ni qanday ishiltish kerak? Lavang. Biz hozir o'zimizni besib olib turib o'ylab baqaylik. Yanshuangning salohiyati oshkorlanib qolgandan keyin uning eng avval qilgan ishi nima? Bexatar joyni tepib, yoshurni bilish. Bumi bir tarafı. Yanichi? Yibingdan qochib ketish. To'g'ri. To'g'ri dedingiz. Haqiqatan bu ehtimolliqmi bor? Shu sababdan siz hozirlik qo'g'dash boshqarmasiga xabar qiling. Tutish buyrug'ini butun shahar ichi sirtidagi mehmonsaroylargacha, mahal o'ltiraqlish rayoni va avangardlarga tarqitib bersin. Ular harbiy idora qilish komitetiga moslashib, mehmonsaroyda turayotgan odamlar va gumonli odamlarga tekshirsin. Faqat Yanshuangning izlarikin bayqisilar, menga darhol xabar qilsin. Xo'p. Meningcha, Yanshuang bundaq ahvol ostida hashamatli mehmonsaroylarda turishga petnamaydi. Shu sababdan ko'zga cheliqmaydigan kichik mehmonsaroylarni qo'ymay tekshirsin. Tushundim. Ikkinchi Piristondagi qatnash eg'izlarini qo'ymay tekshirib, ko'chman nopusliqlarning sirtqa chiqishini qattiq cheklasin. Agar gumonli odamni bayqisilar, shu zamon bu yerga yollab akelsin. Ma'qul. Men hozirlik bejiray. Osmon o'rilib tushsimi, Yanshuangni o'zini oshkorlash qistayli.
Ma'qul, shundoq bo'lsin. Ahvol bo'lsa menga xabar qilinglar. Xotirjam bo'ling, u sekretar. Sizga eskartib qo'yaylar va ish qilganda egri besiq bo'ling. Xatarga tavakkul qilishga bo'lmaydi. Xo'p. Cho'qim diqqat qilaman. Nimada kelmaydi? Hey, yo'ldosh, bir xabar bormi? Biz saqlayotgan necha soat bo'ldi? Shu emasmi? Sizning mashinangiz va portmoningizni topdik. Rasma? Rasma? Ismingiz Chali, Benxo rayoni 6-nomerli qasrda tursiz, shundaqmi? Shundaq. Dadangiz Jo'sherong apandim, Chongqingdagi dengiz transport shirkatining xo'jayini, to'g'rimi? To'g'ri. Biroq buning dadam bilan nima munosabati bo'lsin? Albatta munosabati yo'q. Dadangiz bizning kona do'stimiz. U Chongqingning ozod bo'lishi uchun nurg'un badallarni to'lagan. Bu ish yuz bergandan keyin uningga tafsiliy tushuntirib qo'yish kerak. Xo apandim, o'tirimizda o'qishmaslik yuz berishni xohlamaymiz. Xotirjam bo'ling, u bu ishlarni bilmaydi. Undaqda yaxshi. Bu yerga qo'l qo'yib bering. Buni siz ep qiling. Shalixon qiz. Mashinani bulab ketgan odam qashqin jinoyatchi. Hozircha biz uni bor kuchimiz bilan qo'g'layapmiz. Mening ismim Vuyusha. Qandaqlish bo'lsa menga telefon qilsangiz bo'ladi. Ma'qul. Cho'qim. Bu yo'ldosh rahmat sizga. Hech qisi yo'q. Bu bizning qilishga tegishli ishimiz. Bundan keyin mashina degan ehtiyot qilinglar. Cho'qim. Undaqda biz mangaylik. Ajab yerib ketdim. Shali, tez mashinaga chiqing. Bugün Rasul nesbasdi. Mashinani boshqalar bulab ketgani ozdab, idora komitetida necha soat avar bo'ldik. Nima degan bilan mashinani qaytarib keldik. Qo'limdagi sumkami yetib ketmadi. Hay, qiziq ish. Heyliqi o'g'ri nima uchun sumkani ep ketmagandi, ha? Ichida xeyli ko'p pul bor edi-ku. Balki mo diqqat qilmagandi. Eng muhimi mashinani tepib oldik. Bo'lmasa tag'amga nima deb o'qitdik? Mashinaga selishtirganda men ancha muhim emas, to'g'rimi? Lili, bu nima deganingiz? Bu ishga ish tursa. Meningcha bir ish. Sizning ko'nglingizda faqat dadamla bor. Atdigandan kechgacha uningga xushomad qilib yuraysiz. Qanday qilsam uning ishonchiga erishaman deb yuraysiz. Men sizga nisbatan bir palampay qo'shu. Nadikini, Lili, siz mu bilasiz? Men sizni yaxshi ko'raman. Til ifoda amaliy harakatning mangu kaynida turadi. Sizning birinchi bo'lib o'ylaydiganingiz mashina yutib ketsa dadamga qanday javob beraman deb andish qilish. Shuncha vaqtdan beri mening harmaganligimni, qo'sig'imning oshmaganligini so'rab baqdingizmi? Atdiganda kechgacha yolg'on yo'qdaq tatliq gaplarni qilgan, peshkanlik uchraganda qo'rqib ketgan toshqandek bo'lib ketgan. Mendek bir qizbolchilikmi bo'la olmaysiz? Lili, xafa bo'lmang. Kechiring. Men bunda qo'rqinch ishlarni boshdan kechirib baxmag'achqa, balkim tamtirab qolgan bo'lishi mumkin. Siz bilasiz, siz mening eng yaxshi ko'radigan odamim. Agar men qalayimqanchilikda sizga azor bergan bo'lsam, u mening qasddan qilganim emas. Sizdan kechirim so'rayman. Meni kechiring, ha? Men sizning yolg'on o'yin o'ynaydigan mush talatingizga bakma ish. Bir erkish turib, qilcha jigiri yo'q. Hech bilmadim. Sizni qanday yaxshi ko'rib qolgandim. Men Lili. Bu ana,
Bana telefon geldi mi? Begimden bir qatim keldi. Başqası telefon qilmadi. Şunu qılayver. Kechlik tomoq etdinglarmi? Xon qiz tushdan keyin telefon qilmagandan keyin sizlarni qaytib tomoq yemaydigan o'xshaydi deb. Sizlarda chakarlarni yomon o'gitib qo'ydik. Telefon qilmasak tomoq etmaydigan ishmikan? Unda sizlarni baqqaning nima foydasi? Gapingiz bo'lsa menga da, ularni tanqid qo'ymang. Xon qiz. O'zim bilib at meni qo'zig'im bakma ichib ketmadi. Eng nadir, eng yangi, süzüklük yuqori bo'lgan filmlar Salkin Süzük film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.com. Yo'lovchilar diqqat. Yo'lovchilarning bexatarligiga kafolatlik qilish uchun shahar boshqarish qismidagilar Qoraqutga chiqqanlarni tizimlab tekshirish olib bormoqchi. Ko'pchilik shahar boshqarish qismidagilarga moslashib, kimliklarni chiqaringlar. Rahmat. Efendim, oylab meni. Qarshi olamiz. Mulozimatchi, Efendim, qanday hajotingiz bor ekan? bir yurish yotoq kerakdi. Qancha kunlik? Bir kunlik. Bo'ladi, kimligingizni chiqaring. Kechiring, kimligim yutib ketgan. Kimlik bo'lmasa, biz mehmon qabul qilmaymiz. Boshqa mal bo'lib qola. Bo'lmasa, bizning fond direktori bilan so'zlashib beqing. Fond direktor, bu odam yotoqda yotmoqchi ekan. Biroq kimligini yutirib qo'yibdi. Bu, efendim, hukumatning yo'l yo'riqi bor. Fan direktor, baksat bo'ldi. Sizga ovorchilik deb berdigan bo'ldi. Hech qisi yo'q, hech qisi yo'q. Bunday ishlar doim ko'rilib turdi. Familiyangiz Lifan, 3-qavat 301-yotoq. ma'qul, rahmat.
Necha soat bo'ldi? Bir ig'izmi gap qilmaysiz? Zada nima o'ylayapsiz? O cho'qim cho'ngchanga qaytadi. Kim? Kim cho'ngchanga qaytadi? Albatta, Yanshanyang bo'lmamdi. Nimishqa? O nimishqa cho'ngchanga qaytadi? Bu odamlar Yanshanyangni baloga tiqib xo'jayinni qutqizdi. Ikkinchi nomerlik virusni bulab ketishning maqsadi zada nima? Ha, o burkit plani. Nayt to'g'ri. Hozirgi ahvoldan qaraganda cho'qim tuyuqsiz ep berilgan suiqasdlar ko'p. Helqi yo'shirnmagan bo'ron chapqin guruhi ishidagi xoinning xo'jayini bilan zada nima munosabati bor? O nimishqa ishlar hal bo'lgandan keyin ondan paydo bo'ladi. Bularning hammasi bizga noma'lum. Biroq bir tarafi nayt aydin. Ularning bu planni ijro qilishi faqatla o burkit planni amalga oshirish. Yana kelib o burkit planni ijro qiladigan o'rinmi cho'ngchim? Shu sababdan xo'jayin bo'lsin, mayli xoin bo'lsin, maqsad faqat birla, u bo'lsinmi cho'ngchim? To'g'ri. Yanshanyanga nisbatan o'zini aqlash uchun cho'qim cho'ngchanga berishga to'g'ri keladi. Xo'jayin bilan xoinni tutib, o burkit planni buzib tashlash kerak. To'g'ri. Shu sababdan biz cho'ngchanga qaytib borsak, Yanshanyangni izlab topa olamiz. To'g'ri, cho'ngchanga qaytaylik. Deyishqo oson. Biroq biz qanday qaytamiz? Bu yerda nazarband qilindik. Eshik oldida ikki qo'g'diqchi bor, deriza oldida birsi bor. Muhofizachi banjang bor. Tasqichisimi, cho'qim qochib ketishimiz kerak. Bu yerda tursak, o'limni kutamiz. O'ylab yiqma. Yanshanyanga o'xshash odamlar ziyonkashlikka uchrayotidi. Bizga taqobil turish texmi osonga tushmamdi. Bizga xohlagancha bir jinoyatni ortib, o'ltirishi mumkin. Yusha, to'g'ri deysiz. Bu yerda o'limni kutgandan ko'ra xatarga tavakkul qilmamdik. Ayting, endi qanday qilamiz? Adamlarmi? Tez kelinglar, tez kelinglar. Nima oldu? Onun kesili qo'zg'alib qoldi. Kesili? Qanday kesilgan? Bir necha kunning oldida u xolera bilan yuqumlangandi. Tek talto'kis asli kelmagan. Hozir yana qo'zg'alib qoldi. Xolera? Shunda tez odam chaqirmamsiz, uni doktorxonaga opiraylik. Ma'qul. Kelinglar. Sizlar uni ko'tarib sirtqab chiqinglar. Men mashinada kelib telefon qilay. Qimirlama, hammangni yedirma. Sizlar nima qilmoqchi? Bu yerdan ketamiz. Yanshanyangni topamsizlar. Shunda Uchimizni bog'lab qo'yinglar. Og'zimizni itib qo'yinglar. nima deyapsiz? Yanshanyang odam o'ltirmadi. Uni ko'rgandan keyin meni gapni yetkazib qo'yinglar. Cho'qim haqiqiy qotilni tepib, o'lib ketgan jangchilarimiz uchun qisos olsin. Cho'qim yetkazma. Ishkinglar bu yoqqa kelinglar. Buyruqimga bo'ysuninglar. Qo'linglarni kayni qilinglar. Chingroq bog'la. Burilinglar. Orqaga buril. O'tiringlar. Orqada bir paraqazan uy bor. Shu tarafdan chiqib ketinglar. Ma'qul. Javobanjam. Xotirjam bo'ling. Sizning gapingizni men yetkazib qo'yman. Jangchilaringiz bekor qanot quzmaydi. Yanshanyangga aytib qo'ying. Uning xush xabarini kutaman. Uval qilib qo'ydim.
Dengiz transport şirketi. Dengiz transport şirketi. Bu Yibingdagi eng chong mehmonsaroy. Meningcha Yanshuangning qop yurakli qilib, bu yerga tushishi notayin. Meningcha shundaq. Hey, va mudir. Bo'lmasa, tutish buyruqni o'zim akirib beray. Ana qaytib ketaylik. Hey, to'xtab tur. Bu yerga kelgandan keyin yanına kirib ko'rib boqaylik. Ma'qul. Mayli. Qarshi olamiz. Biz Yibingdagi harbiy komitetdan direktoringlar bilan ko'rishimiz. Ma'qul. Yo'ldosh, ishinglar bormidi? Bu tutish buyrug'i tushirilgan jinoyatchi sizlarning mehmonxonaga tushdimi yo'q? Yanshuang. Bundaqa odam yo'q. Jazmlashtira olamsiz? Rastilla bundaqa odam yo'q. Mehmonxonamizda tizim qoldirgan odamlar ichida yan familiyalik odam yo'q. Uning ustiga bu tutish buyrug'ida faqat sizmi rasm bor ekan, surati yo'q ekan. Yo'ldosh, bu odam yeni qurol saqlaydi. Nihoyat xatarlik. Bu tutish buyrug'ini ep qilinglar. Agar gumonli odamni bayqasanglar, komitetga doklad qilinglar. Chatoq yo'q. Mayli. Hey, direktor, bu rasm hali bir yurish o'yini olgan odamga o'xshab qoldi ekan-a? Shundoq. Rost o'xshaydi ekan. O mehmonning ismi nima? Li Feng. Li Feng? Tizim kitoblarini ko'rib boqay. O kimligimni yutib ketdi deb tizimlatmagan edi. Bu odamdan taqtur qanaqroq, qanday kiyim kiyib olibdi? Egiz bo'y, o'riq yuz, qisqa choch, qora xo'rim palto kiyib olgan. Yanshuang ekan. Vay, men shu. Laobang. Nima? U Shunping mehmonsaroy edi ekan. Yilonni tushitib qo'ymanglar. Hozirla boraman. Vay. Sara. Vay. Siz Shalixon qizmi? Men shu. Siz kim? Shalixon qiz. Men shirkatinglarning paraxod transport ahvolini bilib boqaydigandim. Sizning familiyangiz nima? Familiyam Li. Li efendim. Bilamsiz. Hozir yerim kecha bo'lib ketdi. Xizmat to'g'riliq paranglashadigan ish bo'lsa, atishxonamga keling. Yerim kechida avara qildim. Baksatish bo'ldi. Mening rostla muhim ishim bor edi. Yordam qilishingizni o'tinaman. Ma'qul. Qani so'zla. Men at deganda bir tez paraxodga o'ltirib, Chongqingga qaytmoqchi edim. Shirkat menga yordam qila oladimi? Efendim, qaraganda Chetian shirkatining tijorat doirasini tushunmagan o'xshaysiz. Biz mol yetkazishga mas'ul bo'lamiz. Odamlar uchun yetkash ep bormaymiz. Agar
Çoğunçanğa paraxotga o'ltirib qaytishni xohlasangiz, Piristanga berib paraxot bileti setib olsangiz bo'ladi. Agarda odatdagi paraxot bilan Cho'ngchangga qaytalagan bo'lsam, bu telefonni urmagan bo'lardim. Xonqiz, sizdan o'tinib qolay. Qandaqli paraxot bo'lishidan qat'iy nazar, meni Cho'ngchangga olib qo'ysangiz bo'ldi. Pulida masala yo'q. Efendim, şirketning tijorat doirasi to'g'riliq qattiq belgilimi bor. Bu puldagi masala emas. Kechiring efendim, buningga kuchim yetmaydi. Bilaman. Siz Cho'ngchanglik. Meningcha sizning Cho'ngchangda ota-onangiz, qarindoshlaringiz bo'lishi mumkin. Agar siz bu paraxot bilan Cho'ngchangdagi qarindoshlaringizni qutqiza olsangiz, son-sanoqsiz begunoh Cho'ngchangliklarning hayotini qutqiza olsangiz, menga yordam qilgan bo'lamsiz. Ha? Nima deyapsiz? Qanday qarindoshlar ekan? Son-sanoqsiz odamlarning hayoti deysiz-ku. Xonqiz, menga ishining. Men oljib qolmadim. Sizga chaqchaqmi qilmadim. Bir qo'rqinchli virus Cho'ngchangga tarqalish oldida turyapti. U vaqtda net 100 minglagan odam hayotidan ayrildi. Vay. Şalihan kız, anlatamsiz. Li efendim, hazır kecha saat 12:30 bo'ldi. Men herib ketdim. Aram ilishim kerak. Agar siz son-sanoqsiz cho'ngchangliklarni qutqizishni o'ylasangiz, hukumat bilan aloqalashing. Bizning paraxot transport shirkatimiz sizga yordam qilmaydi. Xayr xo'sh. Vay. Saram. Eng nadir, eng yangi, süzüklük yuqori bo'lgan filmlar Salkin Süzük film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.com. Zada qanday qilay deysiz? Sizning chicho. Siz Bayqili efendim emasmi? Efendi degan kim? Undaqda siz kim? Kim?